qism idorasi Hamzaga tegishli. Hozirgi kunda Agrobank bormoqimiz shu Zanabiyan Tanziliyaga agent sifatida bizni vakil sifatida ishlaydi. Bankdan kelishimiz maqsadi ba'zi fuqarolarga o'sha kredit mahsulotlarini yoki o'sha kredit shartlari yoki klassifikatordan foydalanish, ya'ni qaroqlash texnikalarini birinchi haftadan o'sha boqib shoxobchalarda sotish mahsulotlari hammasi klassifikator. Shu ma'lumotlarni yetkazish, ma'lumotlarni yetkazish, masalan, bular orqali yetkazilgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin, e'tirozlar bo'lishi mumkin, takliflar bo'lishi mumkin, qanaqadir yetkazib berilgan. Shuni o'rgangani keldik sizlarga suhbat qilyapman. Sizlarga hozir kredit mahsulotingiz bo'yicha ozgina ma'lumot beraman. Undan keyin kimda savol bo'lsa, savollar bersa, savollarga to'liq javob berishga bizda hozir mahallabay ishlash bo'limida Agrobankda 12 ta mahalla biriktirilgan bo'lib, to'rtta kredit mahsulotimiz mavjud hozirgi kunda mahallada. Ya'ni o'sha ishsiz fuqarolar tadbirkorlik qilish maqsadi bo'lganlarda o'zini xizmat qilgan holatda 5 million so'mdan 50 million so'mgacha kredit mahsulotlarni taklif qilamiz. 5 million so'mlik kredit mahsulotini o'sha 1 muddatga 25% 50% taqiq asosida ajratiladi. Bunda o'sha kafil sifatida sug'urta polis kafilligi beriladi. Shu o'rinda aytib ketish kerak, oldin masalan qog'oz variantda bergan bo'lsa, hozir konvert usulida, ya'ni elektron Face ID orqali ajratiladi. Bu fuqarolarga ham qulayroq bo'ldi. Hozir Androidga jo'nat, hujjatlarni tayyorlab, qo'l qo'yib, undan keyin narsalar yo'q hozir. Keladi fuqaro, tavsiyanoma oladi mahalla komitetdan, tavsiyanoma beradi. Bizga ushlaydi, 1 soat uzoqdan 2 soatda muammosi hal bo'lib, kartasi ochilgan bo'lsa, kartasiga pul mablag'i tushib beradi. Sug'urta polisini shu ichiga ushlayapti, boshqasi. Endi bu 5 million so'm. Bundan tashqari biznesga ko'mak dastur doirasida berilgan kreditimiz bor. Bu 5 million so'mdan yuqori bo'lib, 12 million so'm oraligiga yetkazdik. Buni muddati 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan, buni ham yillik foiz stavkasi 25%. Ayollarga yetkazilgan o'sha bir xil holatda bo'ldi hozir. Bundan tashqari yana 12 million so'mdan yuqori bo'lgan kreditlar, 50 million so'mgacha bo'lgan kreditlarimiz mavjud. Bu mahalla loyihasi dastur doirasida beriladi. Bu 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan ajratiladi. Buni foiz stavkasi 25%. Endi savol berishingiz mumkin, imtiyozli davr qandoq bo'ladi? Imtiyozli davr kredit olayotgan insonga imtiyoz davri qo'yib beriladi. Ya'ni uni tanasi chiqmaydi, faqatgina olgan pulini foiz qismi chiqib turadi. Aytaylik 50 million so'm oladigan bo'lsangiz, 1 million 46 ming, 1 million 61 ming holatda foiz chiqadi. O'sha foiz davrida agar pul mablag'ingiz bo'ladigan bo'lsa, yopib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ya'ni o'sha tana turadi, tana qismidan ko'proq to'lov bo'lgan bo'lsa, shu tana qismidan yopilib ketadi.